Inson bolaligida qahramon deganda G'arb kinoindustriyasi tomonidan ishlab chiqilgan fantastik obrazlarni tushunadi. Ulg'aygach esa bu murakkab davrda kun bo'yi mehnat qilib, kechqurun uyiga 4 tagina halol non ko'tarib kirgan har bir inson qahramon ekanligini anglaydi. Ularning nomi tarix zarvaraqalariga bitilmas. U bu olamni tark etgach, undan qolgan xotiralar ham suratlar kabi sarg'aya boshlar, lekin uning qahramonligi farzandlari tomirida abadiy yashaydi. Chunki adolat mezon qilib qo'yilgan kurrai zaminda qilingan har bir halol mehnat shunchaki yo'q bo'lib ketmaydi. Agar yo'q bo'lib ketganida edi, bu dunyodagi muvozanat ostin-ustun bo'lib ketardi. Bugungi qahramonimiz ham bu dunyoning asosi bo'lgan halollik bilan sug'orilgan insonlardan. Zavodga 2008-yil kirganman, elektrodniy sexiga. U yerdan perevod oldim SPC 2ga. U yerda ne основной sex edi. Основной sexga o'tib, katta sexda ishlamoqchi bo'ldim. Mana o'tib, shuncha yil ishladim bu yerda. 2 yil ishladim u yerda, qolgan yillari ishladim SPC 2da. Shundan beri bugungi kungacha bu yerda ishlayapman. 20 yillik staj bo'lyapti. Qiyin tomoni ham bo'lgan. Birinchi kirganingda, paka обосноваться qilguncha, paka o'rganguncha o'zi nimalari bor. Lekin o'rganib, ko'nikib ishlab ketdik. Birinchi ish kunim elektrodniga keldim, переживать qildik. Lekin kollektivga tez kirishib ketdik. Yosh edi kollektiv, молодой. Kirishib ketdik, ishlab ketdik. Bolalar juda ham yaxshi edi, kollektiv хороший был. Endi elektrodniyda tam kollektivni bizlarni обучать qilgan, kollektivni hammasi nima bilgan bo'lsa o'rgatgan. SPC 2ga kelganimda meni so'rzdatchilikka o'tkazganda, meni o'qituvchim, nastavnigim Masaitova Qurbanoy bo'lgan. Polniy meni sexda ishini o'rgatib, qanday nima qilishdi menga shu ayol o'rgatgan. Bu yerda Qahramon Bakiyev bor edi. Shularga katta rahmat. Muqaddas deb ulug'lanadigan ayol kishi uchun erkaklarga tamsil qilinadigan metall sohasida ishlash, ulardan qanday badal talab qilish haqida qiziqdik. Biz принимать qilamiz metallni, bizga qo'yadi, biz tortamiz, kompyuterga kirgizamiz. Shu kompyuter 1S programma, hamma joyda ko'rinadigan programma. Shu undan keyin biz shu nimani stabilirovщиклар bog'laydi, shu paketlarni o't ko'rib turgandek hamma bog'langan paketlar vesini принимать qilamiz и topshiramiz mana shu готовый skladga. Bu yerdan keyin отгрузка bo'ladi. Keyin metall ketadi tashqariga. От нас требуется 100% внимания. Точность. Прежде всего у нас точность в нашей работе. Ответственность. Очень большая ответственность у нас. Maya Chakalova o'z oilasidan o'zmetkombinatda ishlaydigan yagona vakili emas. Dadam bu yerdan prokatchik bo'lib 45 yil ishlagan, Mamutov Yusuf. Prokatda ishlab ketgan. Dadam meni bu yoqqa taklif qilgan ishlashga, ishladim. Bolalarim, akam ham bu yerda, bolalarim, 2 o'g'lim ham. Katta o'g'lim bu yerda TBda ishlab расчет olib ketgan. Kichkina o'g'lim Metallurg stadionida fitnessda administrator bo'lib ishlayapti. Xudoga shukr, vся семья у нас metallurgiya. Faxrlanaman. Металлургия nimasi chu? Я столько проработала. У меня большой стаж. Xudoga shukr. Na pensiya chiqdim, pensiyaga chiqdim. Pensiya olyapman, ishlayapman. Pensiyaga odam ketsa nima? Uyda o'tirib qoladi. Bu yerda odamlarning ichida kollektiv, to'y, ma'rakalar. Я люблю свой коллектив. Har xil hol bo'ladi. Urushamiz ham, kulishamiz ham, yig'laymiz ham. Lekin kollektiv bir-birimizni kechirib, nima og'ir bo'lib ishlaymiz. Это работа. Bo'lib turadi, hamma narsa bo'lib turadi. Rosa ham yaxshi, kollektivimiz juda ham zo'r. Мы довольны. Xudoga shukr. Shuncha yil ishlab chiqdim, rahmat. Kollektiv хороший. Eski ishchilarimiz ham, yangi ishchilarimiz ham hammasi yaxshi. Xudoga shukr.
Yana ham yaxshi bo'lsin zavod, yana gullab, yashnasin. Zo'r bo'ladi, Xudo xolasa. Bundan ham zo'r bo'ladi. Sexlar undan ham rivojlanadi. Hamma narsa avtomatik bo'lib ketadi. Xudo xolasa, все нормально будет. Endi biz ham chekkadan o'tirib tomosha qilamiz, zavodda chiroyli bo'lgani. Zangori ekranlaringizda O'zbekiston iqtisodiyotining ulkan statistikalari ko'rsatilayotganda, ushbu raqamlarda metallurg ayol Mayya Chakalovaning ham hissasi bor ekanligini unutmang. Salomat bo'ling.